Xitoyning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari va qolgancha qo'lga ilish harakatlari haqida yangi uchurlar o'ttirg'a chiqmoqda. Payzvat noyasidagi 504 nopusliq bir mahallada 42 odamning turmida, 123 odamning yig'ilish lagerida ekanligi ma'lum bo'ldi. 2018 6 oyda erishgan ma'lumotlarga asosan Payzvat noyasi Qizilbo'yi yezi Qo'rg'on kent 1-mahallada 98 oila 504 nopus bor bo'lib, bulardan 42 kishi turmaga qamalgan, 123 kishi yig'ilish lagerlariga ilib ketilgan. Qo'rg'on kentida taxminan 294 kishining turmida, 861 odamning lagerda ekanligi faraz qilinmoqda. Bu ma'lumotlarga asosan kuzatuvchilar 10 nahiya va bir shahardan tarkib topgan Qashqar viloyatida 3 millionga yaqin Uyg'urning yig'ilish lageriga qamalganligini ilgari surdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Kanadaning hamda Xitoyning diplomatiya zo'ravonligiga, kishilik huquqni xohlagancha dafsanda qilishiga sukut qilmaydiganligini bildirgan. Bu hozirgacha Xitoyni ochiq-oshkora tanqid qilishda ishkilinib kelgan Kanada bosh ministrining tunji qatim Xitoyni Sharqi Turkistondagi lager masalalari va Hong Kong masalasida bundoq ochiq va keskin holda tanqid qilishi bo'lib hisoblangan. Kanadaning Yer shari va Pochta gazetining xabar qilishicha, Kanada bosh ministri Justin Trudeau yuqorqi so'zlarni Kanada-Xitoy diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligini xotirlash munosabati bilan qilgan so'zda aytgan ekan. Justin Trudeau so'zni yana xohlagancha qo'lga ilish, Hong Kong demokratiyasini bostirish va musulmon osonliq millatlarini lagerlarga qamash qatorliq vositalar hargizmi ijobiy chiqish yo'li emas deb Xitoyni ogohlantirgan. U yana Kanadaning bundan keyin sherik davlatlar bilan zich hamkorlashib, Xitoy hukumatining majburlash diplomatiyasiga taqobil turadiganligini bildirgan. U so'zda Xitoy tarafidan go'riga ilib olingan 2 nafar Kanada fuqarosining masalasini tilga olgan. Xitoy Tashqi ministrligi Amerikaning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida chiqarilgan yangi qonunlar sababidan Hong Kong amaldorlari va Xitoy organlarini nishon qilgan embargosiga inkos qaytardi. Xitoy hukumat taratqusi Yer shari vaqti gazetining xabariga qaraganda, bayonotchi Zhao Lijian Xitoy Amerikaning jazo qaroriga qat'iy qarshi turdi va uni qattiq ayblaydi degan. Buningdan boshqa bayonotchi Zhao Lijian Washington hukumatining elektronlik savdo magnati Alibaba guruhining bir qismi bo'lgan Chumula guruhini qora tizimlikka kirgizish taklifiga inkos qaytarib, Xitoy davlat huquqini qalaymaqani ishiltib, chet el shirkatlarini cheklaydigan bo'za qilish qilmishlariga qat'iy qarshi turdi. Biz buningga qarshi tadbir qo'llanamiz degan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tönögen parlamentga doklad sunib, Hong Kongning bosh ijroiy amaldori Carrie Lamni o'z ichiga olgan 11 odamni Hong Kongga buzg'unchilik qilib, Hong Kong xalqining fikr bayon qilish va yig'ilish erkinligini cheklash bilan ayblagan. Xitoy Tayvan bo'g'zidan o'tgan Amerika urush paraxotini iz qo'g'laganligini va rayondagi qismlarning hushyorligini o'stirganligini e'lon qildi. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi Sharq harbiy rayoni qo'mondonlik shtabining bayonotchisi havo va dengiz armiyasi qismlarini safarbar qilib, USS Barry nomli 1 darajalik boshqarilgan bomba qo'lg'uvchini iz qo'g'laganligini aytdi. Bayonotchi Amerikaning yaqindan buyon Tayvan mustaqilligini qo'llovchilarga xato uchur avatganligini tilga oldi va Amerika Tayvan bo'g'zi rayonining tinchligi va muqimligiga og'ir buzg'unchilik qilmoqda. Biz Amerikaning Tayvan bo'g'zidagi harakati va so'zda masala paydo qilishni to'xtatishni talab qilamiz dedi. Amerika Tinch okean floti e'lon qilgan bayonotida bu urush paraxotining xalqaro qonun bo'yicha Tayvan bo'g'zidan qarallik kesib o'tadiganligi o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy tamojna doiralari Xitoydagi bir qancha davlat po'lat temir zavodi va elektr stansiyasidan Avstraliyadan ko'mir import qilishni to'xtatishni talab qilgan. Bu qarorning Xitoy bilan Avstraliya o'rtasida jiddiylik davomlashayotgan bir paytda o'tirg'a chiqishi diqqat tortdi. Avstraliya savdo ministri Simon Birmingham hukumatning bu mishmish paranglardan xabardor ekanligini va Avstraliya sanoat jamiyati bilan bu masalani muzokara qilayotganligini aytdi. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoy hukumatining bu qarorining orqasidagi omillarning biri Avstraliyaning Xitoyga tutgan siyosiy maydon ekan. Avstraliya 2018-yili Xitoy Huawei shirkatining 5G tor qurilishiga qatnashishni chekladi. Buning bilan ikki davlatning diplomatik munosabati nacharlashdi.
Bu yılning beshida Avstraliya hukumati Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusining manbasiga qarata mustaqil xalqaro tekshirish elib berishni talab qilib, Xitoyning texmi o'g'isini qaynatdi.